Allohga qasam, sen Alloh bilan muomalang xolis bo'lmagunicha Allohning do'stligiga erisha olmaysan. Allohga qasam, sen Alloh bilan do'stlikka erisha olmaysan toki shahvatlarni tark qilmaguninggacha, senga yetgan musibat balolarga sabr qilmaguninggacha va joningni to'liqligicha Allohga topshirmaguninggacha uning do'stligiga erisha olmaysan. Dar haqiqat, shunday odamlar borki, ular Allohni yaxshi ko'rishadi va Alloh ham ularni yaxshi ko'radi. Ular Alloh bilan uchrashuvga mushtoqlar va Alloh ham ularga mushtoq. Abdulloh ibn Amr al-Ansoriy Uhud kechasida o'ldirilgani tushiga kiradi. Uyg'onganida u o'g'li Jobirga, ayoliga va qizlarga vasiyat qoldirdi. Shunda ayoli undan so'radi: "Xoy Jobirning otasi, keyingi uchrashuvimiz qayerda bo'ladi?" U javob berdi: "Keyingi uchrashuvimiz jannatda inshaalloh." U o'limni xohlab, o'limga intilib Uhud jangiga chiqib ketdi. Alloh unga xohlagan narsasini berdi. U dushmanga oldi bilan yuzlandi, o'girilib qochmadi. Uning o'g'li Jobir otasining o'limiga ham chekib qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga aytdilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, farishtalar otangni osmonga olib chiqqunlaricha qanotlari bilan to'sib bordilar. Allohga qasam, xoy Jobir, Alloh otang bilan yuzma-yuz gaplashdi. Ularning orasida hech qanday tarjimonlarsiz. Alloh unga nima xohlaysan tila ey bandam dedi. U esa dunyoga qaytib borib, yana bir bor sening yo'lingda o'ldirilishni xohlayman dedi. Alloh aytdiki, men nafsim uchun siz u yerga qaytmasligingizni yozganman. Nima xohlaysan so'ra ey bandam. Sen mendan rozi bo'lishingni xohlayman ey Robbim. Zero dar haqiqat men sendan rozi bo'ldim dedi. Aytdiki, ey Robbim, mendan rozi bo'lishingni xohlayman. Dar haqiqat men sendan rozi bo'ldim. Alloh aytdiki, albatta men senga roziligimni tushirdim. Va men senga bundan buyon hech qachon g'azab qilmayman. So'ngra Alloh uning va u bilan birga shahid qilingan birodarlarning ruhini jannatda uchib, uning mevalarini yeb yuradigan va jannatning anhorlarini ichib yuradigan jannatning yashil qushlarining jigarlariga joylashtirdi. Ular arshga osilgan chiroqchalarning ostida hordiq chiqarishadi. Alloh taolo qiyomat, hisob-kitob kunini boshlamagunigacha. Bu sizga va'da qilingan narsadir. Har bir sertavbaga va saqlovchiga, Rahmandan g'oyibona qo'rqqan va salomat qalb bilan kelgan kimsaga unga salomat bo'lgan holda kiringiz. Unga salomat bo'lgan holda kiringiz. Bu mangulik kunidir. U yerda nima xohlasalar, ularniki. U yerda nima xohlasalar, ularniki. Va huzurimizda ziyodasi Allohni ko'rishlik bor. Ular Allohni ulug'lagan va undan qo'rqqan kishilardir. Ha, Allohni ulug'lab, undan qo'rqqan kishilar. Ular uning buyruqlariga itoat qilishar va qaytarqilardan qaytishar edi. Qanday qilib ham ulug'lamaslik mumkin? Qanday qilib uni ulug'lamaslik mumkin? Holbuki qiyomat kuni yer borligicha uning siqimida bo'ladi. Osmonlar esa uning qudrat qo'liga yig'ilgandir. U zot ular shirk keltirayotgan narsalardan pok va yuksakdir. Qanday qilib odamlar Allohni ulug'lamasliklari mumkin? Axir u zot ko'zlarining xiyonatini ham, dillari maxfiy tutgan narsalarni ham bilur. Imom Termiziy sahih sanad bilan rivoyat qilgan hadislarda Abu Zar radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu oyatni o'qidilar. Dar haqiqat, insonga u esga olinadigan narsa bo'lmagan bir zamon kelmadimi? U zot ushbu oyatni tugatmagunlaricha o'qidilar. So'ngra dedilar: Albatta men sizlar ko'rmaydigan narsalarni ko'raman va sizlar eshitmaydigan narsalarni eshitaman. Osmon titrab yorilib ketay deydi va u titrashga haqlidir. Chunki unda 4 barmoqli joy yo'qki, illo unda sajda qilib turgan farishta bor va qiyomda turgan farishta bor. Allohga qasamki, agar men bilgan narsalarni bilganingizda edi, kam kular edingiz va ko'p yig'lar edingiz. Va siz ayollaringiz bilan to'shakda rohatlanmagan bo'lar edingiz. Balki tepaliklarga chiqib ketgan bo'lar edingiz. Buyuk Allohga duo qilish uchun. Va hadisning ma'nosi shuki, agar siz Allohning qudrati haqida men bilgan narsalarni bilganingizda edi va osiylarga uning intiqomi qanday bo'lishini bilganingizda edi, siz uzoq va to'xtovsiz yig'lagan bo'lar edingiz. Sizni kutayotgan narsadan qo'rqib va siz hech qachon kulmagan bo'lar edingiz.
Hoy gunohkor banda, sen Allohdan uyalmaysanmi? Sen yolg'iz qolganingda Alloh seni ikkinching bo'ladi. Robbing azobini kechiktirishi va seni sharmanda qilmay sening gunohlaringni yashirishi seni aldab qo'ydimi? Osiylikning qiyomat kunida bo'ladigan sharmandasi haqida tingla. Bugungi kunda ularning og'izlariga muhr uramiz. Nima kasb qilganlarni bizga qo'llari so'zlar va oyoqlari guvohlik berur. Allohning yumshoqligi va karamligiga aldanib qolma. Alloh qanchadan qancha aldanib qolgan osiylarni jazoladi va qanchadan qancha jabbor zolimlardan qasos oldi. Dar haqiqat Alloh sizlarni kuzatib turibdi. Aziz va mehribon zotga tavakkal qil. Va sajda qilguvchilar ichida harakatlanishingni ko'radigan zotga. Albatta uning o'zi o'ta eshituvchi va o'ta bilguvchi zotdir. O'zingning nihoyangdan qo'rq, shunda najot topasan. Shahvatlaringga berilma, u holda nadomatda qolasan. Gunohlarning lazzati qayerda qoldi? Va itoatning charchog'i qayerda qoldi? Har bir odam qilgan amallari bilan ketadi. Qani edi gunohlar ularni qilib bo'lishing bilan o'chib ketaversa edi. Agar u zot seni ko'rmayapti deb e'tiqod qilsang, sening kufring naqadar ham ulkan bo'libdi. Agar sen u seni ko'rib turganini bilib turib osiylik qilsang, sening jur'ating naqadar ulkan bo'lib ketibdi. Naqadar jur'atli bo'lib ketibsan va sening hayoying ham naqadar kamayib ketibdi. Nasihatimni qabul qil. Nasihatimni hayotingga tatbiq qil. Zero nasihatdan yuz o'girgan odam do'zaxga tushishga rozi bo'lgan demakdir. Yo'q. Balki ular oxiratdan qo'rqmaslar. Yo'q, albatta u Qur'on eslatmadir. Bas kim xohlasa uni eslaydir va faqat Alloh xohlasagina eslarlar. U zot taqvo ahlidir va mag'firat ahlidir. Hoy miskin. Sen Alloh taoloning qarshisida qaysi badaning bilan turasan? Qaysi tiling bilan javob berasan? Savolga xolis bo'lib javob ber. Javobni esa o'ylab ko'rib o'zingni o'yla. Allohning g'azabidan va alamli azobidan o'zingni qutqarishing uchun nimalarni tayyorlab qo'yding? Sen mustahkam tavhid va go'zal itoatdan boshqa narsa bilan ulardan qutulib qola olmaysan. Allohim bizni musulmon holimizda yashatgin va musulmon holimizda jonimizni olgin va bizni solihlar bilan birlashtirgin. Allohim bizga sendan oshkora va maxfiy qo'rquvni so'raymiz. Biz sendan rozilik va g'azabda ham haq so'zni so'raymiz. Biz sendan boylik va kambag'allikda ham qanoatni so'raymiz. Va sening hisob kitobingda roziligingni va o'limdan so'ng osoyishta hayotni so'raymiz. Va sening yuzingga qarashlikning lazzatini so'raymiz. Sen bilan uchrashuvga sog'inch berishingni va zalolatga tushib qolishdan panoh berishingni so'raymiz. Allohim bizni iymoniy ziynati bilan ziynatlagin va bizni haq yo'lda yuruvchilardan qilishingni so'raymiz. Ey olamlarning Robbisi, duolarimizni ijobat qil.